Sefer writingda shu 3 ta xatoni qilmasangiz, aniq yuqori ball olasiz. Birinchi eng ko'p uchraydigan xato bu noto'g'ri uslub tanlash. Informal letterda formal so'zlar va iboralarni ishlatish keng tarqalgan xatolardan biri. Ko'p o'quvchilar yuqori ball olaman deb to'g'ri so'zni noto'g'ri kontekstda ishlatishadi va natijada yozgan letteri tabiiy emas, sun'iy ravishda ko'rinadi va ball pasayadi. Ikkinchi xato shablon yodlab kirish. Deyarli 99% sefer kandidatlar imtihonga shablon yodlab kirishadi. Lekin real imtihonda mavzu mos tushmaydi, shablon ishlamaydi va hatto yodlagan gaplar ham esdan chiqib qoladi. Yodda tuting, ekzaminerlar sizni haqiqiy yozish ko'nikmalaringizni baholaydi. Siz yodlagan narsalarni emas. Uchinchi katta xato ekzaminerni ishontira olmaslik. Writingda eng muhim narsa bu ishonch hosil qilish. Ekzaminer siz yozgan fikrga to'laqonli ishonishi kerak. Bu esa bitta ideyani to'liq olib kirib berish, aniq misollar berish va ularning natijalarini keltirish orqali shakllanadi. Qanchalik ideyani yaxshi rivojlantirsangiz, ekzaminer shunchalik sizga ishonadi va shunday ballingiz ham anchagina katta bo'ladi. Mana shunday foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamizga obuna bo'ling.